Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana o'rtoqlar, kesilgandan keyingi rezultat mana o'rtoqlar. Mana ko'rdinglarmi? Mana pastlaridan ham ko'klab chiqqan. Hozircha bularni kutib turamiz, keyin pastdan boramiz. Tepada 3 ta kurta yetadi bizga. Mana o'rtoqlar, shu holatda mana. Hammasini ko'rsataman mana hozir bitta-bitta. Mana ikkinchi daraxtimiz. Mana bu ham xudo xolasa ideal, mana pastlaridan hamma yo'g'i ko'klab chiqqan. Keyingi daraxtimizni ko'rsatamiz. Mana bu ham shu holatda mana o'rtoqlar. Ko'ringlar, mana to'g'ri tartibda eksanglar, xudo xolasa hamma yo'q cho'tki bo'ladi mana. Mana hammasi ko'klayapti. Mana keyingi daraxtlarimiz ham pastidan ham tortib to mana ehtiyot qilib, kuntalarni ehtiyot qilib ekilgan mana. Sinib ketgan bo'lsa ham chiqadi baribir. Bu buni o'zini kurtagi va bo'lakchada zo'r chiqadi. Mana tevalar mana zo'r o'syapti mana. Ko'rdinglarmi mana? Bu mana pastidan tortib to tepasigacha. Endi mana shu bitta qiladigan ishimiz, mana fosfor solingan. Endi buni chopamiz o'rtoqlar. Tagini sal mana уже qatib ketgan, piris bo'lib, уже kun qiziyapti. Buni yengil tagini chopib qo'yish kerak, yumshatish kerak tagini. Hammasini xudo xolasa mana hamma daraxtlarimiz ideal holatda mana. Ko'ringlar. Mana shu holatda mana. Pastlari ham вообще mana urib chiqyapti pastidan. Mana shu holatda mana. Ko'ringlarmi? Hammasi zo'r. Tagini chopamiz. Ifodani o MPK'sidan solganmiz mana. Yomg'irlardan oldin. Endi azot beradigan payt kelyapti o'rtoqlar. Mana ikkinchi daraxtlarimiz. Mana ko'rdinglarmi? Hammasi ideal holatda mana. To'g'ri ekilsa, to'g'ri qilinsa, hammasi zo'r. Mana chuqurlar katta-katta qilib kavlangan. Kuzda ekilgan o'rtoqlar. Dekabrlarda ekilgan. Mana shu ko'chatlar hammasi bahor sari mana kesilgan, fevrallarda. Mana hammasi tutgan mana o'rtoqlar. Mana ko'ringlar. Mana bor. Mana orqa tomonda ham bor mana. Shikastlangan kurtalar mana uyg'onish sekin bo'ladi mana orqasida. Mana ko'ryapsizlar? Shikastlangan kurta. Mana ular mana sinib ketgan mana. Yo'qolib. Mana buni sinib ketgan mana. Ko'ringlarmi? Juda sekin chiqadi-da, bundan ham uyg'onadi, sekin chiqadi mana. Pastlari sog'lom kurta mana sindirishga chiqib kelyapti hammasini. Nimba bu mana. Nimbalarimiz o'syapti mana. Boyagi birinchi ko'rsatganlar Sweet Ariana edi. Undan keyin Royal Tiago mana Nimbaga keldi mana. Nimbalar mana sekin o'syapti ular mana. Mana yana bitta Nimba mana. Mana o'rtoqlar. Ko'ringlar mana. Hammasi ideal holatda zo'r ko'karyapti. Mayda Qirg'izistonlik Tavakkal akani, Hoji akani ko'chatidan italyanskiy deb qo'yadi-yu. Mana shundan mana. Ikki tup undan ham bor mana. O'sha odamnikidan olingan. Kaltagidan olib keluvdik bir paytlar. Juda yirik gilos ekan, u ham yaxshi ekan. Borib ko'rganmiz. Mana bu italyanskiy. Tavakkal Hoji akanikidan. Qirg'izistonlik akamizniki qadrdon. Shu holatda. Suvlar oqyapti.
ariqqa suv keldi. Mana keyingi daraxtlarni ham hozir ko'rsataman. Mana o'rtoqlar, giant red bu. Ha, giant redlarimiz ideal holatda hammasi. Mana payvandlarimiz ham bor mana. Nimba payvandlangan. Bu ham zo'r. Mana yana bitta giant red. Ha, shu holatda. Bu yoqqa qarab ketaveramiz dальше. Mana yana bitta giant red. Mana yana bittasi bor mana. Giant red mana. Mana lapins. Kechkiroq ekan bu sal. Lapins mana sal kechki o'zi bilinib turadi. Sekin ko'klayapti o'shancha. Mana Sweet Ariana bor. Bu 2 yasharlik ko'chat. Ko'chirib qo'ydim buni ham. Sweet Ariana. Endi ko'krab bak yozyapti. Mana Sweet Heart bor mana. Sweet Heartlar вообще sekin. Kechkilik uchun eng kechki gilos bu. Lapinsdan ham keyin pishadi bu. Mana Sweet Heart. Endi mana qo'zg'alyapti. Mana ikkinchisi ham bor. Mana Sweet Heart. Kechki juda. Shu holatda mana daraxtlarimiz zo'r ko'rinyapti. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar. Savol va takliflar bo'lsa, kommentariyaga yozasizlar o'rtoqlar. Hammasiga javob beramiz. Xudo xolasa. Shu holda mana o'rtoqlar. Rahmat e'tiborlar uchun.